Shimoliy Koreya bilan o'yin bizni ozgina qo'rqitib turgandi. Sababi bizgacha ular hamma raqibini yirik hisobda yutib kelyapti. Bu armiya, ular soldatlar hammasi ko'rib o'yinlarini ko'rib chiqib o'ylanib turgandi. Keyin ularni faqat ruhiy holatdan izdan chiqarish mumkin-da endi. Qanaqadir ularni o'sha ruhiy holatdan izdan chiqarish uchun nimadir topishimiz kerak edi. O'yin bo'yicha qiynalardik. Bizda Abbakir bor. Qitmir bola. Shuni chaqirib Bakirni shundan qizil oldirish kerak dedim. O'sha g'ashiga tegishi kerak dedim, ulardan qizil olish kerak dedim. Undan oldin bolalardan so'radim. Bolalardan shunaqa narsa qilish kerak, buni kim qiladi yaxshi? San hammasi Bakirni ko'rsatdi. Bolalar ham bilishadi. U o'zi shunaqa komandani qilsa. Keyin nima qilasan? Lekin var bo'ladi, o'zing ham qizil olmaysan. Xavotir olmanglar bo'ldi dedi. Keyin lekin qara qizil olma, o'zing ham qizil olib qo'yma. Nimadir qilgan, shu u qizil olsin yoki sariq olsin. Biz provokatsiya qilish kerak. Keyin bo'pti dedi, bir payt o'yin ketyapti. Bittasi Bakir bittasini oldida turibdi, buni oldida turibdi. O'zidan o'zi Sudiyaliga Shimoliy Koreya o'yinchisiga sariq berdi. Bu hech narsa qilgani yo'q. Keyin Bakir hech narsa qilmadi, qarab qo'ysin. Keyin bir pas turib o'sha sariq olgan, ikkinchi sariqni olib qizil olib chiqib ketyapti maydondan. O'yindan keyin nima qilding, Aka desam, bu yerda yaxshi chisnoylardan kelib oldiga borib kekirdim dedi. U kekirgandan keyin uni urib olgan, itarib olgan, sariq olgan. Shunaqa harakat qildik, shunaqa qilib o'yinni o'ldirishga. Boshqa ularga qarshi imkoniyatimiz yo'q edi.